Men somsaman. Bir donam 350 kaloriya. Meni ko'p yesang, vazning tez oshadi, lekin tandirda pishganim uchun juda xushbo'yman. Men manti. Bug'da pishaman, lekin 400 kaloriya bor. Ko'p yesang, tez vazn beraman. Men bo'g'irsoqman. Mayda bo'lsam ham 300 kaloriya bor. Ko'p yesang, oshqozon og'irlashadi. Men uzoq saqlanadigan taom. Men oshman. Bir porsiyam 500 kaloriya. Ko'p yesang, vazn tez yiqiladi. Men 5 barmoqman. Qo'l bilan yeyilaman. Bir porsiyam 480 kaloriya. Ko'p yesang, qorin og'irlashadi. Men qozon kabobman. Ichimda faqat go'sht va kartoshka bor. Bir porsiyam 520 kaloriya. Men xachapuriman. Menda 430 kaloriya bor. Meni ko'p yesang, vazning tez oshadi. Men dimlamaman. İçimde karam, sabzi, kartoshka va go'sht bor. Bir porsiyam 420 kaloriya. Men mastavaman. Menda 250 kaloriya bor. Mastava eng to'yimli sho'rvalardan biri. Men cheburekman, qarsildoq va yog'liman. Bitta donam 300 kaloriya. Ko'p yesang oshqozon qiynaladi. Men moshxo'rdaman. 220 kaloriya bor. Ko'p yesang gaz bo'ladi. Lekin mosh ichaklar uchun juda foydali. Agar shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling.